Assalomu alaykum, Biagomus yangi yo'l kanalining obunachilari. Kelinglar bugun sizlar bilan Biagomus hamda oddiy chirigan go'ngni bir-biridan nima farqlari borligini gaplashib o'tsak. Ko'rib turganingizdek, bu oddiy chirigan go'ngimiz tabiiy ravishda. Xo'p, birinchidan bu oddiy chirigan go'ngimizdan hidi bo'ladi. Ikkinchidan begona o't urug'lar juda ham ko'p bo'ladi. Bu ko'rib turganingiz mana tayyor mahsulotimiz Biagomusimiz. Xo'p, buni tarkibida juda ham kuchli moddalar, elementlar mavjud. Birinchidan azot, fosfor, kaliy, magniy, temir, marganiz, yana shunga o'xshagan kuchli moddalar mavjud. Xo'p, bitta azotni misol keltirsak, barg va poyani o'sishiga tezlashtiradi. Biagomus oddiy chirigan go'ngga qaraganda 3, 4, 5 barobar samarali bo'lib, tarkibida o'simlik uchun tayyor oziq moddalar va foydali mikroorganizmlar mavjud. Adashmanglar. Xudo xolasa bizada istagan ob'yemlarda chiroyli narxlarda Biagomuslarimizni qilib beramiz. Aloqaga chiqinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.